İsmim Farhod. Yoshim 37 da, asli Surxondaryolik, Termiz shahrida tug'ilganman. Asosiy maktab bitirganimdan keyin universitetga kira olmadim 2-3 yil. Frilanserlik bilan shug'ullanganman. Karyeram boshlanishi dizaynerlikda boshlaganman. O'sha davrda tushunganman. Mana shundaqa imkoniyat bor va kecha-yu kunduz mana hamma maktabda aytishardi, kompyutershik, o'sha Farhod qayerda? Yo'q, darsga kirmaganman, demak o'sha kompyuterxonada. Ko'pchilik hayot uydan turib ishlaganim uchun Farhod ishsiz. Nima qilyapti o'zi uyda? Qiladigan ishini tayini bormi? Tasavvur qiling, kompyuter sohasi uzoq bo'lganda boyagi hech qayerda hozir trend bo'lmagan. Hozir misol uchun kuyovni informatsiya texnologiya sohasida ishlaydi desa, "O, yaxshi ekan, zo'r. Bizga kerakli kuyov" deydi. Ruscha gapira olganman, ruscha yoza olganman. Lekin ingliz tilim uncha yaxshi bo'lmagan. Bu narsa menga kelajakda pand bergan. Buni alohida aytib o'taman. Ayniqsa IT ekspertda tilni bilish juda ham muhim. Hozirgi kunda Buyuk Britaniyaning Manef kompaniyasida mahsulot menejeri bo'lib ishlayman. Mahsulot menejeri bozorda o'rganadi. Nima bozorda trend bo'lyapti? Qaysi yo'nalishlar ko'proq kompaniyaga foyda olib keladi? O'sha mahsulotda qanaqa mahsulot chiqarsaki, kompaniya foyda ko'proq bo'ladi. Har bir jamoadan bir shingildan ishini biladi. Dasturchilar qanaqa ish qilyapti, dizaynerlar qanaqa ish qilyapti, injenerlar, biznes. Sizga keladiki, biznes tarafda keladi. Biz shuncha pul foyda olib kelishimiz kerak. Qanday qilib bu narsaga erishishimiz mumkin? Tendensiya kuzatganim shuki, yoshlarimiz birdaniga tezroq yaxshi yutuqqa erishishni xohlashadi. Men umuman yoshlarga ish topishda har doim maslahat bergan narsam, qiladigan ishlaringizni o'zingiz Telegram kanal yaratasizmi, Facebookmi, LinkedInmi yoritib boring. Siz dasturlashga qiziqdingizmi? Dasturlashda sun'iy intellekt nima bajara oladi? U bilan kod yozish mumkin, uni qanday ishlatish mumkin, qanday qilib uni, misol uchun sun'iy intellektda ham arzon qimmati bor. Qanday qilib arzonni ishlatib yaxshi natijaga erishish mumkin. Harakat qilishga, jamoada ishlashga, sababi bir kishi erishadigan narsani 10 kishi kuchiga teng bo'la olmaydi. İsmim Farhod. Yoshim 37 da, asli Surxondaryolik, Termiz shahrida tug'ilganman. O'zi har doim savol berishadi, qanday qilib o'sha informatsion texnologiya sohasiga kirib kelgansiz deb. Buni o'ziga yarasha qanaqadir bir tagida tarixi bor. Nima desangiz, bu tarixi onam bilan dadam, bobom bilan buvim ularni to'ylar aniq qilishganda Sovet davrida aytishganki, 4 yil universitet emas, 5 yil o'qiysizlar endi degan. Va onam fizika, matematika yo'nalishida o'qiganlari uchun to'ylar belgilangan. To'ylar bo'lgan va onamning qorinlarida bo'lganimda onam 5-yil EXM, EVM o'sha informatsion texnologiyani Sovet davrida o'rganishgan. Men har doim shunaqa o'shani misol keltiraman, nega o'zi qiziqqanligim. Onamning qorinida bo'lganman. Onam esa bu yerda informatsion texnologiya, o'sha yerdagi EVM, EXM kompyuterlar ishlashni o'rganganlar. O'sha asosiy sabab bo'lsa kerak deyman, nega qiziqqanimni, nega yoshligimni, o'sha klaviaturani ko'rsam boshqacha bo'lardim. Boyagi o'ynashga qiziqmasdim. Lekin o'sha dasturlash, kompyuter bilan bog'liq narsa, shunchaki kompyuterni ko'rsam qiziqardim. Va hammasi sekin yig'ilib mana shu kelgan kunim holatimga olib kelishdi. Hozirgi kunda Buyuk Britaniyaning Manef kompaniyasida mahsulot menejeri bo'lib ishlayman. Bu kompaniyada 6-yil faoliyat yuritishim, misol uchun ko'pchilik aytishi mumkin, juda ko'p yil faoliyat yurityapsiz-ku deb. Lekin kompaniya shunaqa sharoitlar yaratganki, bitta kompaniyaning ichida bitta bo'limda emasiz, bitta yo'nalishda har xil yo'nalishlarda o'tganman. Birinchi kelganman o'sha oddiy UX UI dizayner, undan keyin mahsulot dizayneri bo'ldim. Undan keyin dizayn jamoasini boshqara boshladim. Undan keyin uni ham vazifani bajarib bo'lgandan keyin o'sha mahsulot menejerlik vazifasiga o'tganman. Oxirgi 1,5 yilda mana shu faoliyat bilan shug'ullanyapman. Mana qiziqdi hozir aytganingiz mahsulot menejerligi. Bu qanaqadir yangi kasb, masalan, qaysidir avlod bilmasligi mumkin. Umuman bu nima degani, mahsulot menejeri nima qiladi? Mahsulot menejeri bu har bir jamoadan bir shingildan ishini biladi. Dasturchilar qanaqa ish qilyapti, dizaynerlar qanaqa ish qilyapti, injenerlar, biznes. Sizga keladiki, rahbariyat biznes tarafdan keladi. Biz shuncha pul foyda olib kelishimiz kerak. Qanday qilib bu narsaga erishishimiz mumkin? Mahsulot menejeri bozorda o'rganadi. Nima bozorda trend bo'lyapti? Qaysi yo'nalishlar ko'proq kompaniyaga foyda olib keladi? O'sha mahsulotni qanaqa mahsulot chiqarsaki, kompaniya foyda ko'proq bo'ladi. O'sha narsa haqida o'ylab, buni hamma jamoa bilan gaplashgan holda o'sha kompaniyaga olib kelib, hamma jamoaning bo'lakchalarini boshqarib,
o'sha mahsulotni ommaga chiqaradi. Mahsulot menejeri shu ishni bajaradi. Demak, bunday olib qarasa, hamma sohadan oz-ozdan biladigan inson va hammani birlashtira oladigan atrofida. Endi qarang, faoliyatim davomida har doim frilanser bo'lganman va har doim xorijiy kompaniyalarda faoliyat yuritganman dedingiz. Keling, shu haqida to'xtalib o'ting. Qanaqa qilib sizga bu narsa, qanaqa muvaffaq bo'ldingiz bu narsaga? Yaxshi. Maktabda o'qib yurganimda 9-sinflarda, taxminan 2002-yillarda maktabimiz grant yutadi. Grant bu Amerika Qo'shma Shtatlar tarafidan USAID kompaniyasi tarafidan grant. Bu bizga nima berdiki, maktabimizda kompyuter bo'lmagan. Kompyuter bo'lgan juda ham sovet davridagi qolgan kompyuterlar, yoqsa ishlamaydi. Ular bizga taqdim etdi zamonaviy o'sha Windows operatsion tizimidagi kompyuterlar. Undan tashqari chegarasiz internet. O'sha davrlarda internetga borish uchun men taxminan 3 haftalab pul yig'ardim, 1 soat borib internet kafega vaqt o'tkazish uchun. O'zi nimaligini bilish uchun. Va o'sha dastur asosida nafaqat kompyuter internet berishdi. Har oy, har yil, har 6 oyda ular trenerlar yuborishardiki, maktab o'quvchilarini ular kompyuter bilan qanday ishlash kerak, kompyuterda o'z nima ilovalar bor. O'shanda birinchi marta bo'lib, misol uchun ko'pchilik o'yinga qiziqarishardi va yaxshi qilishgan o'sha dasturning tashkilotchilari o'yin o'rnatish imkoniyatini yopishgan kompyuterga. Nima qilasiz? Paint ochasiz, oddiy chizasiz, bloknotni ochasiz, u qilasiz, bu qilasiz. Bir kuni bir mentor keldida o'sha Photoshop degan ilova borligi haqida ko'rsatib, unda nima qilish mumkinligi haqida ko'rsatgan. Mani ko'zlarim chaqnagan. Shunaqa narsa bor, shunaqa imkoniyat borligi haqida va o'sha davrdan nima karyeramni boshlanishi dizaynerlikda boshlaganman. O'sha davrda tushunganman. Mana shunaqa imkoniyat bor va kecha-yu kunduz mana hamma maktabda aytishardi, kompyutershik, o'sha Farhod qayerda? Yo'q, to'p surmayapti, u kompyuterxonada topasizlar. Darsga kirmaganman, demak o'sha kompyuterxonada. O'sha adashmasam maktab bitirganimda hammaga lenta berishganda ham kompyutershikmi, kompyuterga bog'liq qandaydir lenta menga taqdim etishgan. O'sha xona ko'pchilik kulishardi, o'sha Farhod o'sha yerda bo'ladi deb. O'sha kecha kunduz o'shani o'rganishni o'tkazganman. Demak, o'sha paytda o'sha mentor ko'rsatgan Photoshop programmasi sizni dizaynerlikka yo'l bergan. Xuddi shunaqa, o'sha Photoshopni ko'rsatgan, Photoshopni o'rgandim. Yaxshi, nima qilish mumkin, nega ishlatish mumkin degan savol tug'iladi. Aytdiki, keyingi kelganlarda har 6 oyda, har 1 yilda bir marta kelardi. Chet ellikmidi shunda? Ular chet elda o'qigan, lekin O'zbekiston fuqarolari va o'sha informatsion texnologiyani endi boshida turgan insonlardan bo'lgan. Ularni programma yo'llashgan, shu narsalar dars berish haqida. Lekin mahalliy yigitlar bo'lishdi, mahalliy odamlar bo'lgan. Va ular aytgan, Photoshopni o'rganding yaxshi. Endi Photoshop orqali sayt yaratish imkoniyati bor degan. U nima degan? Sayt yaratsang, pul ishlaysan degan. U ko'zlari 2 barobar chaqnagan bu narsa bo'yicha va o'shanda HTML, o'sha zamonda CSS kabi dasturlash, kichik o'sha saytlar yaratish uchun dasturlash tilini o'rganganman. Photoshop bilan birlashtirganman va ko'rganman, Photoshopda chiroyli narsa chiza olaman, uni saytlarga yuklay olaman. O'sha maktabimizning veb sahifalarini, qaysidir veb sahifalarini maktab davrida o'qib yurgan vaqtlarimda qilganman. O'shanda maktabni bitirganmiz va karyeram o'shanga bar ulanib, necha yillar davomida dizayner bilan shug'ullanganman. Asosiy maktab bitirganimdan keyin universitetga kira olmadim 2-3 yil va frilanserlik bilan shug'ullanganman. Barcha frilanserlik mana ishlagan joylar hamma chet el kompaniyalar bo'lgan. Sababi O'zbekistonda o'sha davrlarda hech kimga veb-sayt kerak emas, hech kimga umuman internet bilan bog'liq narsalar kerak emas. Men Surxondaryodaman, Termiz shahri, juda kichik shahar. Internet topishda o'zi qayerdadir muammo bo'ladi. Internet juda qimmat. Endi maktabni bitirganman. Uydagilar internet qanday topishim kerak bo'ladi. Kartochkalar sotib olardim, maktab pullarini yig'ardim va o'shalarga internet sotib olib ishlashga harakat qilaman. O'sha davrda ham misol uchun eslayman, uyda kompyuter yo'q edi. Maktabga kelardim, maktab bitirgan bo'lishimdan qat'iy nazar davom etishim, o'rganishim kerak. Maktabga kelib o'rganib davom etardim. İlk ishingizni qanaqa topgansiz? Mana xorijda ishlagansiz doimiy ravishda. U paytda mana aytganingizdek, hattoki O'zbekistonda internet imkoniyatlari yo'qdi. Frilanserlik tushunchasi ham yo'q. Lekin siz ilk ishingizni ham chet davlatdan topgansiz. Shunga to'xtalib o'ting. Xuddi shunaqa. Maktabni bitirish davrlari yaqinlashganimda kelishdida elektron pullar haqida bizga ozgina tushuncha berishdi. O'sha vaqtda WebMoney degan narsa, bu men hozir 2004-2005-yillar haqida gapiryapman. O'sha WebMoney degan Rossiyaning kompaniyasi bo'lgan, pul tushirib olsangiz bo'ladi. O'sha bir WebMoney, VMZ deyiladi. O'sha dollarga o'zimizda $1 teng bo'lgan. Men shunaqa internetda pul ishlasang, bu yerda emas.
chet ellarga xizmat ko'rsatsang, mana shu hamyonga pul tushirib olib, uni bu yerda sotsang, ishlatsang bo'ladi degan. Men shunaqa imkoniyatdan bormikan o'zi dedimda va qanday qilib bu hamyonni to'ldirish imkoniyati qidirganman. Sababi o'sha davr ham Visa karta, Mastercard shunchalik qiyin bo'lgan ular ochish. Men endi maktab bitirganman, kerak bo'lsa o'sha voyaga yetmagan bo'lishi mumkin, banklar ochmasligi mumkin. Keyin internetda qidirib bu narsani ozgina esdan chiqarganman. Va bir kuni o'sha bar internetda yashaganman-da, o'sha davr. Internetda yashaganman va bitta forumga duch kelganman. U forumda dizaynerlar o'tirib yig'ilib o'tirishardi. Bu yerda nima boshladimki, hop men yaxshi rasm chiza olaman Photoshopda. Kel dedim, o'sha barcha forum ishtirokchilariga, xuddi Telegramda o'zida rasmingizni qo'yasiz-ku, o'shanaqa rasmchalar chizib bera boshlaganman. Har xil animatsiyalar qo'shib, yozuvi yonadi, ismi o'chadi, boshqa qiladi. Bir kuni taxminan 6 oy faoliyat shunday yuritdim. Menga o'zim yoqadi, men hech kim menga pul berish shart emas. Chunki universitetga kira olmadim maktab bitirgandan keyin ozgina qayerdadir seminar o'tib ishlab yuribman va bir kishi keldi dedi menga internetdan chiqyapti, tanimayman u kishini. Aytdiki, qara dedi, rasmlar zo'r qilar ekansan dedi. Shu rasm dedi, avatar boyagi profil rasm emas, kattaroq qilib chizib bera olasan. Meni internet do'konim bor dedi. Aytdim, mayli chizib beraman dedim, chizib berdim. Keyin qancha bo'ladi dedi. Men aytdim, xo'p, demak bu qancha desam ekan dedim. Shuncha oldim, shuni taxminan $4-5 deb aytganman. Bo'ldi, tashlab beraman degan. Hech qanday savdolashmadi ham. Men aytdim, qoyil dedim va o'sha kashlogini berganman. Tasavvur qiling, 2006-yillar kimdir internetda noma'lum kishi menga o'sha $5-6 pul tashlagan. Meni birinchi ishlagan pulingiz. Birinchi ishlagan internet orqali pulim chet eldan kelgan. Bilmayman kim, hozirgacha bilmayman kimligini odamni. Va shunda aytdim, yaxshi, demak kimlargadir shu narsa xizmat ehtiyoj bor. Buni demak sotsa bo'ladi. O'sha forumni o'ziroq aytdim, endi men pulli xizmat ko'rsataman dedim. Bo'ldi, o'sha davrlar meni frilanserligim boshlangan. Barcha o'sha forumdagi dizayn yo'nalishini moderatoriga aylandim. O'sha dizayndan hamma savol bo'lsa, menga kelishadi. Bu Rossiyaning forumi bo'lgan. Va ishlab o'sha yerda tushundim, uni chegarasi qayerda buni? Ya'ni keyinroq, kattaroq pul topish. Odamlar ayta boshladi, freelance maxsus platformalar bor. U yerda pul ishlasangiz bo'ladi degan. O'sha Freelancer-u, boshqa Weblancer degan platformalar bor edi. U yerda ro'yxatdan o'tdim. Bu yerda ro'yxatda profillarimni to'ldirdim, hamma ma'lumot taqdim etdim. Bu taxminan 2007-2008-yillarga taqalyapti, ozgina o'sha forumdan chiqqanimdan keyin. Va o'sha ro'yxatda o'tib, qilgan ishlarimni yukladim va u yerga xuddi hozirgi o'sha freelance platformada tenderga o'xshash asosda bo'ladi. Kimdir ish beruvchiga biron narsa chizish kerak, qilish kerak va bizga o'xshagan freelancerlar o'sha yerga o'zini qoldirishadi, qilib beradigan ishini va ko'p vaqtlarda yutardim o'shani. Va pullarimni yig'ardim, kimlardir bank orqali yuborardi. Bankka odamlar misol chet el ketsa, $100, $500 yuborardi, men borardim $10 yechib olishga borardim. Bunda kerak, yosh yigit kelyapti, $10 to'xtamasdan yechadi, bir xil odamlar savol beradi. Uzr, nimaga unda mayda-mayda pul kelyapti, kimdan kelyapti ular deb savol berishardi. Men aytardim, shu internetda pul ishlayman derdim. Ko'pchilik hayolida uydan turib ishlaganim uchun Farhod ishsiz. Nima qilyapti o'zi uyda? Qiladigan ishini tayini bormi? Tasavvur qiling, kompyuter sohasi uzoq bo'lganda, boyagi hech qayerda hozir trend bo'lmagan, hozir misol uchun kuyovni informatsiya texnologiya sohasida ishlaydi desa, yaxshi ekan, zo'r. Bizga kerakli kuyov deydi. O'sha davrda men uyda ishlaganman, Farhod ishsiz. Nima qilyapti? Bekorchi. Lekin uydagilar ham hayron. O'g'lim, pullarni qayerdan olyapsan o'zi? Kimdan kelyapti bu? O'zi tayini bormi? Mana keling, men shu narsani chizyapman, shunaqa qilyapman, shular uchun menga ish berishyapti, pul berishyapti deganda, uydagilar buni qabul qilishgan. Ularni ko'ndira olganman. Bu qiladigan ishim to'g'ri. Sababi uydagilarda ham baribir hammaning talabi undan kirib chiq, borib o'sha biron joyga ishlagin. Men aytayapman, qarang, hozir chiqsam, bor yo'g'i ozroq pul olaman. Lekin internetda turib men oladigan pulim ancha-muncha ko'p pul ishlayapman degan, o'shanaqa uydagilarni ham ko'ndirishgan, bu qiladigan ishlarim to'g'ri degan. Birinchi ishlagan katta summangizni eslay olasizmi? Va uni nima qilgansiz? Birinchi ishlagan katta summa afsus eslay olmayman. Sababi pul oqimi to'xtovsiz bo'lib qolaverardi va shunda eslaymanki, misol yosh yigitsiz, pulni ishladingiz, endi nimalar olasiz, kiyinasiz, telefon olasiz va shunda davrlar bo'lgan, ishlatadigan joyim bo'lmay qolgan pulni. Sababi boyagi chegaralanganda, nima bilan o'zi shug'ullanyapman, nima sotib olaman, to'g'ri, borib siz kecha kunduz ko'chada ovqatlana olmaysiz, uydagilar yordam qilasiz, lekin o'sha oxirgi ishlatilmagan vaqtlari ham bo'lgan. Va o'shanda o'sha pulni yig'ish kerak, uni
foydali joylar ishlatish mumkin. Uydagilarni albatta ota-ona maslahatiga katta rahmat. Ular yo'naltirishgan bu pulni faqatgina har kuni yangi kiyim olish shart emas. Uni yig'sang, uy olasan, mashina olasan, balkim kelajagingga kerak bo'ladi deb to'g'ri yo'nalish berishgan va o'sha maslahatlar uchun katta rahmat deb qolaman ota-onamga. Bugun biz O'zbekistonda IT xizmatlar eksporti haqida juda ham ko'p gapiryapmiz va bu global masalalardan biri bo'lib turibdi. Oldimizda katta maqsadlar bor, lekin siz IT xizmatlar eksportini bundan 20 yil oldin boshlagansiz, to'g'rimi? Taxminan 17-18 yil bo'lib qoldi. Har doim misol uchun qanaqa bu narsani aytasiz, haqiqatan boshlaganingizni ko'rsata olasiz desangiz, men har doim aytaman. O'sha fl.ru da o'zim profilim turibdi. Frilansing ro'yxatdan o'tgan, qachon ro'yxatdan o'tganim va qachon birinchi ish beruvchi menga chet eldagi odam menga sharh qoldirgan. Bu bilan ishladim, ishonsa bo'ladi. Yaxshi va pullar qancha to'lagani haqida ma'lumot bor. O'sha misol uchun 15-16 yil oldin menga o'sha narsa mana sizlarga ko'rsatadigan narsam haqiqatan ishlaganim, o'sha profilim deb aytaman. Yaxshi ham o'sha profilim bor. Va nechta davlatga xizmat ko'rsatgansiz, agar mumkin bo'lsa, bugungi kungacha? Maktabda men ko'proq rus tilini o'zbek maktabida o'qiganman, o'zbek sinfida o'qiganman, lekin rus maktabida ruscha gapira olganman, ruscha yoza olganman. Lekin ingliz tilim uncha yaxshi bo'lmagan. Bu narsa menga kelajakda pand bergan, buni alohida aytib o'taman. Va ko'proq men SNG davlatlari, MDH davlatlarida ishlaganman. Bu Rossiya, Ukraina, Belorussiya va qaysi davlatda, o'sha misol uchun Yevropada ham ishlagan bo'lsa ham, Yevropa fuqarosi bo'lsa, lekin ruscha gapira olgan. Amerika bo'lsa ham, Amerikadagi ruscha gapira olgan odamlar ishlaganman. Menga o'sha tarjima orqali ishlash boyagi juda qiyin bo'lgan o'sha narsani. Men o'zimda ishlay olmayman degan qo'rquv bo'lgan, xato qo'rquv bo'lgan va men aksariyat mana shu davlatlar bilan ishlaganman. Keyin qachon ingliz tilini yaxshiladingiz? Ingliz tilingiz mumkin Amerika kompaniyasi bilan ishlaysiz-ku, to'g'rimi? Buyuk Britaniya kompaniyasida ishlayman. Bu yerda ingliz tili bilishingiz muhim va bu kompaniyada 2019-yil ishga kirganimda ingliz tilim shunchaki yozuv daraja sekingina bu narsani tushuntira olardim. Va ularga ham yozishganimda aytgan ingliz tili yo'q, uncha daraja gapira oladigan daraja bilishi shart emas. Siz bilan ishlaydigan insonlar ular o'zbekcha, ruscha gaplasha oladi degan. Shuning uchun meni kelisha olganmiz o'sha yerda. Va kirganimdan keyin tushunganman, ingliz tili juda ham kerakligini va agar bu narsani o'rganmasam, menga barcha chiqadigan ma'lumotlar, barcha o'qiladigan kitoblar birinchi chiqadigan joyi o'sha ingliz tilida bo'lib chiqadi. Men faqat rus bozori bilan chegaralanib qolganman, ruscha tilda bilganimda. O'sha narsa meni agar ertaroq o'rganganimda, demak ertaroq boshqa qadamlarga yetib borgan bo'lardim. Yoshlarga ham maslahatim, bir xillar dasturchilikni boshlaydi yoki yangi sohani o'rganishadi. Men maslahatim parallel darajada ingliz tilini o'rganishni yo'lga qo'ying yoki umuman dasturchilik tashlang, ingliz tilini o'rganing oldin deyman. Sababi sizni bozoringiz chegaralanib qolgan O'zbekiston bilan. Ayniqsa IT ekspertda tilni bilish juda ham muhim. Va bilamizki, misol uchun mahalliy bozorda to'lanadigan puldan ko'ra chet elda ko'proq pul sizga beradi. Va bu narsaga erishish uchun faqat tilni bilmaganingizcha bu narsaga erisha olmaysiz. Mana aytingchi, bugun mukammal gaplashasiz ingliz tilida, to'g'rimi? Erkin. Gaplasha olaman, fikrimni ravon ayta olaman. Mukammal deb ayta olmayman. Farhod, qarang, bugun mana sun'iy intellekt kirib keldi o'sha to'liq deb o'ylayman men. Ko'pchilikda mana qo'rquv bor, sun'iy intellekt meni ishsiz qoldiradimi? Nima qilishim kerak sun'iy intellekt? Umuman olganda insonga sun'iy intellekt o'rganish nima beradi, nima kerak va siz o'zingizni faoliyatingizda uni qanchalik qo'llaysiz, yordam beradi sizga? Sun'iy intellekt oxirgi yillarda bizni ajralmas bo'lagimizga aylanib boryapti hayot tarzimizda. Qayerga borsangiz ham eng kamida o'sha hamma bilgan ChatGPT orqali hech bo'lmasa o'shanda konsultatsiya oladi, o'sha bilan savol javob qiladi. Va bu degani bu sohani hozir siz o'rganasiz, bu umuman sun'iy intellekt bilan ishlashni o'rganasiz. Bu kerak emas, siz sun'iy intellekt yozishni, sun'iy intellekt yaratishni bilishingiz shart emas. Shunchaki asosan nimaga, qanaqa ishlatish kerak unga, qanaqa savol berish kerak. Uni ortida inson turgani yo'q, sun'iy idrok turibdi. U bilan qanaqa gaplasha olish kerak, juda muhim yo'nalishlarning bittasi. Agar qaytadigan bo'lsak mavzuga, odamlar ishini olib qo'yaptimi sun'iy intellekt deganda, afsuski olib qo'yishyapti. Tan olib aytish kerak, ko'pchilik aytib olib qo'ymayapti dedik, olib qo'yapti. Misol uchun matn yozuvchilarni men eslayman o'zimga matn kerak bo'lsa, copywriterga murojaat qilardim. Sababi bilaman, u chiroyli, tushunarli matn yozib beradi.
Hozir shunchaki o'sha yozgan matnim yozaman, qoralangan variantini va sun'iy intellekt tashlayman. To'g'rilab berding, bo'ldi. Mana bor yo'g'i 2 daqiqada matn to'g'rilangan bo'ladi. Demak, eng kamida copywriter ishini olib qo'ydimi? Olib qo'ydi. Endi qanday qilib sun'iy intellekt davri chiqqan davrda siz raqobatbardosh bo'la olishingiz kerak va qanday qilib, misol uchun tasavvur qiling, universitetni bitirdi student va ishga kirish kerak. Ishlarda esa kodlar, misol uchun kodni, ko'p dizayn narsalarni sun'iy intellekt qila boshlayapti. Aytadi, menga junior nima kerak bor olishim, intern misol uchun qanaqadir endi o'rganayotgan, qachonki sun'iy intellekt bu narsani bajaryapti deydi. Shunda men ularga maslahatim, misol uchun universitet davringizda o'qib yurganingizda sun'iy intellektni o'rganing. Misol uchun siz dasturlashga qiziqdingizmi? Dasturlashda sun'iy intellekt nima bajara oladi? U bilan kod yozish mumkin, uni qanday ishlatish mumkin, qanday qilib uni, misol uchun sun'iy intellektda ham arzon qimmati bor. Qanday qilib arzonni ishlatib yaxshi natijaga erishish mumkin. Misol uchun o'zim sun'iy intellekt kod yozish instrumenti ishlataman. Uni bor, $100 tarifi bor, $20 tarifi bor. Men o'sha $20 tarifidan majburlab uni hamma kuchini olib chiqaman. O'sha bilan eplashim kerak. Misol uchun agar shu narsani siz kelsangiz, kompaniyaga aytsangiz, men sun'iy intellektni yozishni bilaman, dasturchilik tasavvur qilsak, dasturchi yozishni bilaman, ishlashni bilaman va qiladigan ishlarimni tezroq qila olaman. Balkim o'shanda siz raqobatbardosh bo'lasiz. Bu birinchi misoli. Ikkinchi misoli, sun'iy intellekt davrida juda ham har kun yangilik chiqyapti. Izidan yeta olmayapsiz. Bir ChatGPT, bir Anthropic, bir Google chiqaradi. O'sha narsalarni kuzatib borish kerak va ichida yangi narsalarni o'rganish hissi bo'lish kerak deb o'ylayman. Agar bu narsa his bo'lmasa sizda, misol uchun ChatGPT 1 yil oldin chiqdi bozorga, siz 2 yildan keyin endi ochib ko'rsangiz, kimdir bu narsani o'rganib balkim uni ustida pul ishlay boshlagandir. Siz endi o'rgana boshlaysiz. Boyagi juda katta tezlikda ketadigan poyezdni oxirida minib qola olasiz, balki minib qola olmaysizmi. Shuning uchun hammaga maslahatim, o'sha yangi instrument ishlatdingizmi, erinmang, 10 minut balki 1 soat vaqtingizni ajratingda ishlatib ko'ring, nima narsa ekan o'zi. Qanaqa sizga foyda olib kela oladi. O'sha kelgan ishxonangizda kelsangiz, yangi ish joyi, shu narsalarni bilaman desangiz, sizda qolganlar oldida raqobatbardosh ko'rsatiladi, qolganlarda ustuvorligingizni ko'rsatiladi. Maslahatlarim shu. Qarang, mana O'zbekistonda bugun ko'pchilik soha mutaxassislari chet elda ishlashni orzu qilishadi, lekin mana siz 15 yildan ortiq, 16 yildan ortiq chet elda O'zbekistondan turib faoliyat yurityapsiz. Mana o'sha dunyo bozoriga chiqish, xalqaro bozorga chiqmoqchi bo'lgan mutaxassislarga, yoshlarga qanaqa tavsiya maslahatlar berasiz? Tavsiyam shuki, birinchi aytganimdek, tilni o'rganish kerak. Tilni o'rganmasangiz chiqa olmaysiz. Ikkinchisi, dunyoga ochiq bo'lish kerak. Hozir ishlaydigan kompaniyamda undan ortiq millat vakillari, har xil din vakillari ishlaymiz. Ular bilan ham kasb bo'lib, kelishib ishlashimiz kerak. Ularni misol uchun boshqa madaniyat vakillari, ularni qabul qila olishingiz kerak, ular bilan ishlab. O'shundaqa bir narsalar sezdimki, yoshlarimizda o'sha yopiqlikni sezdim ozgina. Bu degani boshqa madaniyatni qabul qilmaslik, bu degani u madaniyatni siz o'zingiz o'sha madaniyatni olishingiz kerak emas, shu madaniyatni vakili bo'lishingiz shart emas. Lekin ularga ochiq bo'lishingiz kerak, ular qiladigan ishlarga salgina yengilroq qarashingiz kerak. Bu degani bu tarbiyasizlik haqida emas. Misol uchun, balkim qaysidir gaplarni sizga noto'g'ri tuyulishi mumkin va ular madaniyati bu normal holat. Men ishxonamizda bir qiziq voqeani aytaman o'sha madaniyat masalasiga. Bir kuni chatda boshqa madaniyat vakili, boshqa davlat vakili chatga bitta emoji qo'ygan. U biz uchun, o'zimiz O'zbekiston uchun qo'pol ko'rinadigan o'sha smaylik, ular uchun bu oddiy holat. Italiyaliklar ishlatadigan mana bu so'z bor. Qo'pol o'sha narsani qo'ygan. Va o'shani qo'yganda ko'pchilik xafa bo'lgandi. Nega undaq qo'ydi, boshqa qilib. Aslida esa u boshqa ma'no bildiradi. Bu narsa bunaqa bo'ladi-ku deganda, xudo tushunmadingmi degan ma'noda aytiladigan o'sha narsa. Ochiqroq bo'lish kerak. Keyingi maslahatim raqobatbardosh bo'lsin. Chet el bozori juda ham raqobatbardosh. U yerga biron ishni bajara olishingiz kerak yaxshi. Misol uchun dasturlashni biron tilni yaxshiroq o'rganish kerak. Dizaynni, biron instrumentni yaxshiroq, grafik dizayndan chegaradan chiqqan darajada o'ylay olish kerak. Va har xil bozorlar bor, freelance bozorlar bor. Ishlarini yuklab boringlar internetga. Men umuman yoshlarga ish topishda har doim maslahat beradigan narsam, qiladigan ishlaringizni o'zingiz Telegram kanal yaratasizmi, Facebookmi, LinkedInmi yoritib boring. Kutmang sizga 100 ta, 50 ta, 60 ta like bo'ladi. 1 yil toki to'xtamasdan o'sha narsani odamlarga aytib boraverganingizdan keyin kimlardir eshita boshlab, sizni
odamlar ko'ra boshlaydi. Demak, oddiy maslahatim, qilyapsizmi faoliyat, odamlarga ko'rsatib boring, tinimsiz ko'rsatib boring. Like uchun emas, o'zingiz kelajakka investitsiya qilyapsiz bu narsani, yoritib boring prosesslaringizda. Qanaqa erishdingiz, qanaqa qiyinchilik bo'ldi, nima qiyinchiliklar duch keldingiz, qanaqa bu narsani erisha oldingiz. O'sha narsani yoritib boring. Menga ishonsangiz bo'ladi. Mana shu narsa orqali yo chet elga ishga taklif qiladi, yoki biror kerakli odam sizni ko'rib ishga yo'llaydi. Bu LinkedIn platformasi oddiy, masalan, LinkedInda ham shundan foydalansa bo'ladi, to'g'ri aytasiz. Mentorlik qilasiz, bugun yoshlar bilan ishlaysiz. Aytingchi, bugungi yoshlarga nimalar yetishmayapti deb o'ylaysiz? Nima kamchiliklari bor? Nima yoki aksincha qanaqadir afzal tomonlari bor? Biz ham o'rgansak bo'ladigan. Xalqaro Edipilis degan platforma bor. O'sha platformada mentorlik qilaman va 2 yil oldin u platformada top 100 ta mentorlarni eng yaxshi mentorlar ichiga ro'yxatga qo'shilganman. O'sha platformada qidirib topsa bo'ladi meni. Hozir platforma yopiq emas, sababi vaqtim yetmagani uchun, lekin ancha soat mentorlik qilganman. Masalan, O'zbekistonga kirib menimcha hozirgacha eng ko'p mentorlik soat qilgan bo'lsa, meni topsa bo'ladi. Va u yerda har xil Buyuk Britaniya, Afrika davlatlaridan, Fransiya davlatlaridan, dunyodagi umuman odamlarga o'sha sohamda qiziq bo'lganini bilimni bo'lishganman. Ular qiyinchiliklariga yordam berganman. Va o'zimizda ham yoshlar bilan gaplashganman. Asosiy narsa kuzatganim, tendensiya kuzatganim shuki, yoshlarimiz birdaniga tezroq yaxshi yutuqqa erishishni xohlashadi. Xuddi bitta qarsak chalib, bo'ldi. Men o'sha katta oylik olaman, katta joyga ishga keta olaman. Lekin aslida hamma ishlar tagida o'sha sabr va to'xtamasdan ishlashlik yotibdi. Bar o'sha hamma narsa taqaladiki, 1000 soat, 1000 soat biron ishda ishlamaganingizcha o'sha sohani ustasi bo'la olmaysiz. Demak, o'sha soatlarni erishmaganingizcha, ishlab bitirmaganingizcha o'sha sohaga kirib kela olmaysiz. Misol uchun, yaqinda kitob o'qiganimda, hammamiz bilamiz, misol uchun Bill Gates, dunyoning multimillioner odami. Qanday qilib u dasturchilik kirib kelgan, qanaqa boshlagan degan savollar paydo bo'ladi. Biz uni kelajagi boshlanishi, Microsoft asos solganini bilamiz. Ungacha ozroq hayot qanaqa bo'ladi desangiz, o'sha Silikon vodiysida informatsion texnologiya rivojlanganda uni dasturchilik kirib kelishi unga ham bir sabab bo'lgan. Kompyuter uni ota-onasini kompyuter klubiga uni joylashtirish imkoniyati bo'lgan. O'sha yoshligidan, maktab davridan kompyuterda kod yoza boshlagan. Maktabni bitirganida unda 10,000 soatdan ortiq kod yozish tajribasi bo'lgan. Maktab bitirdi, universitet va o'sha Microsoft kompaniyasi asos sola olgan. O'sha davrga misol uchun biz bilmaymiz, shunchaki asos solib qo'ygan deydi. Ko'pchilik aytadi, ota-onasi imkoniyat yaratgan deyish mumkin. Lekin ota-onasi imkoniyat yaratgan, lekin farzand ham o'shanga yarasha o'zi qiziqib o'shani o'rgangan. Demak, xulosa qilishimiz mumkinki, bitta sohani o'sha 10,000 soat deb oladigan bo'lsak, o'rganishini o'shanga sabr qilib o'rganish kerak. Bitta sohada ikkinchi sohaga ko'pchilik sakrab yurganini ko'raman, to'xtamasdan va hayotning yo'lini yo'qotib qo'yishadi. O'zi nima qilyapman, qayerga ko'ryapman. O'sha 10,000 soatni balki universitet davridan boshlarsiz, birinchi kursingizdan. Sababi o'qiyapsiz, o'sha 10,000 soat 4 yilda aniq erisha olasiz. Maslahatim sabr bilan o'rganish. Biz faqatgina hozirgi yutug'ini ko'rish emas, oldin qanday qilib erishgan davrni o'rganish ham o'sha saboq chiqarish. Frilanser bo'lib ishlaganimda, o'sha Surxondaryo Termiz shahrida, kichik shaharda frilanser bo'lib ishlaganimda, ota-onam maslahati pul yig'ish kerak imkoniyati va universitetga kirmaganman. Yoshim taxminan 19larda bo'lsa, 2008-yillar 2008-yillar atrofi, 2007-yillar oyiga $1000 pul topganman o'sha davrda. Freelance qilib, hamma o'sha kichik buyurtmalar qilib topganman o'sha pulni. Va u davr uchun u juda katta pul bo'lgan. Chunki sababi misol uchun o'sha taqqoslaring bo'lsa, bitta mashinaning narxi, o'sha birinchi olgan mashinam narxi 6,000-7,000 yo'q, uzr, adashyapman. Kurs bo'yicha boshqacha edi. Topgan pulim ancha katta pul bo'lgan. Necha yoshda olgansiz ilk mashinangizni? Birinchi mashinam 19 yoshda olganman. O'sha ishlagan pullarim. Yangi mashina olgansiz. Yangi mashina olganman. Yangi o'sha mashinani olib, dadam bilan adashmasam Angrendan olib ketgandik, Surxondaryoga haydab olib qaytgandik o'sha. Nima mashina edi? Nexia mashinasi edi.
to'loviga oxirigacha pulim yetmagan, tog'am yordam berganlar ozrog'iga. Sababi bilsa oldinlari o'sha kontrakt bor edi, mashinaga kontrakt ochilib qoladi, borib to'lov qilishga ulgurishingiz kerak. Ham pulim oxirigacha yig'ilmagan, tog'amdan iltimos qilganimga yordam berganlar. Tog'amga ham rahmat deyman. Chunki sababi yosh yigit uyda o'tirib nimalardir qilyapti, shu qanchada pul yetmayapti, qarashib boradi, yordamlashib borganlar. Moliyaviy masalaga keladigan bo'lsak, bu narsa pul topishim ko'payib boravergan. Uyli bo'ldim, bitta uyli bo'ldim, qaradim kichikroq ekan, imkoniyat bor. O'sha pul topishim o'sha davrlarda Toshkent ko'chishimdan oldin, 5 yil oldin ko'chgan bo'lsam Toshkentga 2000, 2500 ming, 3000 atrofida bemalol topa olardim o'sha pullarni. Va uy oldim, kattaroq uy oldim va bir narsani tushundimki, men yoshligimda yaqin ustozim bo'lmaganda, ustozlarim bo'lgan. Ular qaysi davrlarda, kichik davrlarda hayotimga ta'sir ko'rsatishgan. Men qiziqqanman, o'sha moliyaviy pulga qiziqqanman. Ko'proq pul topay, ko'proq qanaqadir jismoniy narsalar sotib olib, o'zimni xursand qilib, o'sha uy, mashina, shunaqa narsalarga ko'proq uringan ekanman. Lekin shu yerda bir xatolik qilgan joyim bor. Bu narsani afsuski hechdan ko'ra kech deydi. Agar biror ustoz bo'lganda, bu narsa yo'nalish bosayotganda oldinroq aytgan bo'lardi bu narsani. Shuning uchun men yoshlarga ham hozir o'sha mentorlik qilganimda aytaman shu narsani. Pul o'z o'rnida, to'g'ri, qorningiz to'yishingiz kerak, ustingiz but bo'lishi kerak, lekin o'zingizda ustingizdan ishlashni hech qachon to'xtatmang degan bo'lardim. Sababi qaysidir vaqtga kelib pul topyapman, pul oqimi bor kirimi va o'zimni ustida ishlashni to'xtatib qo'ygan ekanman. Bu narsani bir kuni menga bitta buyurtmachim ishlab yurganimizda ishini qilib berdim, hammasi ma'qul. Keyin qaysidir joyda bahs kelib chiqdi-da, menga qanaqadir maqolani tashlab qara, shu maqolada shunaqa yozilgan. Men shunday qilsam yaxshi bo'ladi, menga yo'nalish beryapti. Men o'zimga uni xuddi yoqimsiz, menga nima deyapman, shuncha yil ishlaganman, kim menga nima o'rgatyapti dedimda, yoqmadi. Va ozroq vaqtdan keyin oldida menga qara dedi, men do'stona maslahatim dedi, mana shunaqa kurs bor dedi. Internet orqali o'qisa bo'ladi. Rossiyada edi u vaqtda. Rus bozorida ishlaganim uchun o'qisang zo'r bo'ladi degan. Men unda qarab, men kursga o'qish, meni shuncha dizaynda shuncha yil ishlab turib, yo'q, men hammasini bilib bo'lganman deganmanda, yopiq bo'lganman narsalarga o'rganishga. Sababi boyagi pul kelyaptimi? Nima qilaman men 3 oy 4 oyimni pul topmasdan qanaqa qiynalib, yana o'sha narsani o'rganish bo'lgan. Bu juda noto'g'ri qaror bo'lgan. Mana o'sha narsani hozir yoshlarimizga aytaman, pul o'zini o'rnida, u narsa agar ozroq topishni yo'nalishini qilib olsangiz yaxshi. Lekin yangi narsalar o'rganish, yangi kurslar o'rganish, boyagi Udemy, Coursera, o'zimizda IT Park misol uchun har xil o'sha imkoniyatlar bergan o'sha kurslarni pulini qoplab berish imkoniyatlari bor. O'shalarni o'rganishni juda ham maslahat beraman. Men hozirgi kunda shu xatom uchun har yili kamida 2-3 ta kurs sotib olaman. Pulim ketadimi, vaqtim ketadimi, tushunganman buni foydasi borligini. O'sha karyeramni ham o'sib kelishim, bo'yaga bitta manevt ichida bitta pozitsiyadan ikkinchi pozitsiyaga o'tishim, kurslarda o'qiganim, o'sha yopilmasdan, yo men hamma narsani bildim, o'rgandim emas. O'sha narsani o'zimdan yoqqaganim, maslahatim o'sha sizlarga. O'sha o'rganishsin, tinimsiz, qiziquvchanlik hech qachon yo'qolmasligi kerak. O'shanda yutuqqa erisha olasiz. Aytingchi Farhod, mana O'zbekiston IT xizmatlari eksporti yanada tezroq o'sishi uchun nimalar qilish kerak? Qanaqa qilib ekotizimni yana ham rivojlantirsa bo'ladi? Birinchidan, o'zimizning xizmatlarni qimmatroq sotishimiz uchun biz o'sha sohani eksperti bo'lishimiz kerak. Endi savol tug'iladi, qanday qilib u sohani eksperti bo'la olaman deysiz. Siz chet elga o'qib kelishingiz kerak, chet el kompaniyaga ishlashingiz kerak, yokida hozirgi holatda geosiyosiy holatda bo'layotganimiz uchun ko'ryapmizki, juda ekspertlar biz davlatlarimizga kelib, o'sha bizning kompaniyalarga ishga joylashgan, har xil davlat fuqarolari. Va harakat qilishsin, hozirgi paytdan foydalanib qolishda, ulardan bilim o'rganishni. Men misol uchun ishxonamda ishlaganimda har bir yangi odam keladimi, o'shalarda bilimini maksimal darajada o'zimga tortib olishga harakat qilaman. O'rganishga, tajriba, qanaqa ishlayapti, qanaqa gaplashyapti, qanaqa hayot yashaydi, nimalarda izlanadi, kimlarni o'qiydi, kimlarni o'zini ustozi deb biladi. O'sha narsalarni ularda o'rganishga yopiq bo'lishmasligini so'rab qolardim. To'g'ri, misol uchun kimni oldiga borsangiz, uzr, men siz shogirdingiz bo'lmoqchiman, menga biror narsa o'rgating desa, odam rad berishi mumkin, rad javob berishi mumkin. Lekin bu rad javob bittasi ber degan, ikkinchi beradi degan emas. 10-chi odam rozi bo'lishi mumkin. O'sha qiladigan ishlarini o'rganing. Va bu bizda IT salohiyatimizni kuchaytiradi.
ekspertligimizni oshiradi. Qachonki biz ekspertlik darajamizni oshirmasak, juda qiyin mavzularda ish yurita boshlamasak, misol uchun hozirgi ML injenerlar, o'sha sun'iy intellekt yozadigan injenerlar, hozir bilamizki, mana misol uchun bizda bozorimizda Yandex bor. Yandex o'zlarining kurslarini ochishgan har xil. O'sha kurslarga borib, olimpiadalar bor. Yandex o'zi tashkil qilgan olimpiadalar bor. Bular bepul, sizdan hech qanday pul so'ramaydi. O'shalarga qatnashib, bilimimiz oshirmaganimizcha narximiz bizda oshmaydi. O'sha bitta qobiqda qolib ketaveramiz. Demak, bilimni oshirish uchun kursda o'qishingiz kerak, tajriba o'rganishni odamlardan o'zingizga asos qilib olishingiz kerak va harakat qiling. Harakat qilish maslahat berardim. Jamoada ishlashni maslahat bergan bo'lardim. O'zimni qilgan xatolik. Freelancer bo'lib ishlaganimda 15 yil freelans bo'lganman. U paytlari boyagi Zoom, Google Meet degan bo'lgan. Faqatgina chat orqali, o'sha matnli orqali gaplashganmiz. Va yaxshi ishlab turgan joyimda aytganman bo'ldi. Moshim bor, uy bor, hammasi bor, oila bor. Nimadir hayotda menga yangi narsa kerak. Odamlar bilan gaplashishim juda kamayib qoldi. Umuman gaplashmayapman ish jarayonida. Toshkentga ko'chganman, o'sha soft skilllarni rivojlantirish, odamlar bilan muloqot qila olishingiz, jamoada gaplasha olishingiz, sizni fikringizni eshitishini odamlarga tushuntira olish. Nega sizni fikringiz muhimligini mana shu kompaniyada ishlab, mana bu kompaniyasida ancha ko'p narsani o'rganganman. Shuning uchun harakat qilish kerak kompaniyalar joylashishga. Mahalliy bo'ladimi, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, u sizni baribir ham gaplashish, o'zingizni qanaqa tutish, odob axloqini o'rgatadi. Rahmat. 10 yil oldingi Farhodga bir so'z bilan nima deb aytgan bo'lardingiz? Qanday maslahat bergan bo'lardingiz? 10 yil oldin 27 yoshda bo'lar ekanman. 27 yoshda bitta farzand otasi ekanman. Farzandni va nima deb maslahat bergan bo'larim o'sha davrda? O'qishni menimcha davom etish kerak edi. Magistraturaga kirib, chet elga bir o'qib kelish kerak edi. Boya aytganim, hamma narsa, qayerga ishga joylashish va boshqasi sizni bilim darajangizga kelib taqaladi. Yaqin kunda ham ayolimdan shu narsani o'ylagandik, nima qilgan bo'lamiz deb. Qaytganimizda ortda, menimcha o'qishni davom ettirish kerak bo'lgan, magistraturani chet elda qilish kerak bo'lgan, kompaniyalarga ishga o'sha vaqtdan kirgan bo'lishim kerak bo'lgan ekan. Juda ko'p freelans bo'lib qolganman. Ishga demak, o'qish hech qachon to'xtatmaslik, harakat qilishga, jamoada ishlashga, sababi bir kishi erishadigan narsani 10 kishi kuchiga teng bo'la olmaydi. 10 kishi, 3 kishi bo'lib ishlasangiz, ko'proq narsaga erisha olasiz. Va bu narsa albatta yutuqqa erishishga tezroq olib keladi sizni. Menimcha o'qishga ochiqroq bo'lishimni, o'zimni o'qishga indashni xohlardim va bir narsa ustoz topishga harakat qilish kerak. Men hozirgacha o'zimga ustoz qidiraman. Afsus ustoz topa olmaganman, sababi men dunyo qarashim, menga yo'nalish ochadigan kishilarni sanoqli odamlar, ularning oldiga borganim yopiq bo'lishgan. Vaqtlari yo'q, bu ular to'g'ri tushunaman. Harakat qilish kerak ustoz topishga, sababi misol yoshlar oldim kelganda aytaman. Tasavvur qiling, oldingizda 10 ta eshik turibdi. Ustozsiz har bir eshikka kirib chiqishingiz kerak, haqiqatni bilish uchun qaysi bir narsa sizni to'g'ri yo'lga olib kelishini. Ustozingiz bo'lsa, ustoz 10 ta eshik hammasi kirib chiqqan. Sizga ko'rsata oladi, aniq shu eshikka kirsangiz, siz yutuqqa erishasiz deb. Sizni boyagi 10 ta eshik kirib 3 yil vaqtingizni olsa, bu ustoz aytgan narsa bilan siz 1 yilda o'sha kerakli narsa o'rgana olasiz. Vaqtni qisqartirib, yutuqqa tezroq erisha olasiz. O'shaning uchun ustoz muhim hayotimizda rolda o'ynaydi. Mediada mashhur odamlar borda, baribir ham o'sha medianing ta'siri bor. Ko'pchilik odamlar bilaman, ular media insonlar emas, lekin bilimlari, tajribalari juda ham yuqori. Bor insonlar bor, media insonlar, misol uchun bilimlari sustdir, lekin mediada to'xtamasdan chiqqani uchun yoshlar ularni izidan ergashadi. Sababi hamma uni demak ma'qullayapti, boyagi hozirgi zamon aytganda layklari, hamma boshqa narsalar juda yuqori. Va xohlanki ekspert turibdi, uni auditoriyasi kichikroq bo'lishi mumkin. Shu narsalarni to'g'rilash uchun o'zimning shu YouTube kanalimni olib bora boshlaganman. Bor yo'g'i u yerda kam videolari, lekin maqsadim ham o'sha qolganlarga o'zimni mutaxassisligimni ko'rsata olish. Sababi afsuski, tan olib aytishimiz kerak, media orqali o'zingizni ko'rsatmasangiz, siz qaysi hech kim bila olmaydi. O'qidim bu fikringizni. Maslahat bergan ekansiz, shunaqa. To'g'ri. Shunga demak, bu men bir narsalar o'rgandimmi, demak, menga berilgan imkoniyat qolganlarga ham bu bilimni bo'lishish. Bu yozda, keladigan yozda bitta narsani niyat qilganman. Bilmayman qanchalik amalga oshadi. Qo'yaveraymi?
amalga oshadi. Qishloq maktablariga borib tajribani bo'lishish, balkim ularga master klass o'tkazish, bir haftalikmi, bu hech qanday beminnat asosida kanikullarda ularni maktabida yig'ib, balkim Surxondaryodan boshlaymiz, bu o'zimni viloyatim bo'lgani uchun bilmayman qanchalik bu narsaga erisha olaman, qanchalik izimdan odamlar ergashtira olaman, lekin men aniq bilamanki, meni hayotimda o'sha qaysidir maktabimiz yutgani ta'sir qilganmi, demak meni ham biroz gaplarim, shuncha gaplarim, ularga o'rgatgan ozgina bilimim hayotida ularni pul topishi, o'zini o'rnini topish yordam bera oladi. Shogirdlarim bor, har doim kelishadi, oldimdan rahmat deyishadi, minnatdorchilik bildirishadi. Ular hayotda o'zgarish qilganman. Demak, men o'sha boyagi o'zimning darslarim bilan ham yutib chiqargan maqsadim odamlar hayotini yaxshilash, ularga o'sha yangi narsalar o'rgangandan keyin moliyaviy ahvoli yaxshilashadi va hayot tarzi ham yaxshilashadi. Men tarafimda turgan ilohiy narsa bu, men tarafimda bilimni bo'lishim kerak boshqalar bilan. Agar bo'lishmasam, bu yashashdan maqsad nima, bu narsani o'rgandimmi, o'zimdan qo'shib olib ketamanmi degani.